Assalomu alaykum, hurmatli Facebookdagi do'stlar, aziz yurtdoshlar, siz uchun muhim bir xabarlarni demak e'lon qilish uchun O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi matbuot xizmati to'g'ridan to'g'ri efir qilishga to'g'ri keldi. Demak, ma'lumingiz kim, joriy yilning mart oyida Xitoyning demak Leapmotor tovar belgisi C16 avtotransport vositasida aniqlangan nomuvofiqliklar sababli ularni sertifikatlashtirishga arizalar qabul qilish yuzaga kelgan vaziyat bartaraf qilingunga qadar vaqtincha to'xtatilgan edi. Mazkur masala yuzasidan Xitoyning Leapmotor demak kompaniyasiga O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi tomonidan murojaat bilan chiqilgandi hamda natijasi bo'yicha joriy yilning 7-aprelida kompaniya vakillaridan iborat bir guruh delegatsiya a'zolari O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi hamda vujudga kelgan vaziyat kompaniya mas'ullari bilan muhokama qilingan edi. Natijada kompaniya tomonidan Leapmotor tovar belgisi C16 rusumli bitta avtotransport vositasi O'zbekiston Respublikasiga import qilindi hamda joriy yilning 14-aprel kuni, ya'ni bugun O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazining Piskent tumanida joylashgan elektromagnit moslashuvchanlik sinov laboratoriyasida kompaniya mutaxassislari hamda bir guruh ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokida demak Birlashgan Millatlar Tashkilotining 10-sonli qoidalariga asosan belgilangan tartibda sinovlari o'tkazildi. O'tkazilgan takroriy sinovlar yakunida kompaniya tomonidan import qilingan Leapmotor tovar belgisi ostidagi avtotransport vositasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining 10-sonli qoidasi talablariga muvofiq topildi hamda Leapmotor kompaniyasiga shartli ravishda mazkur tovar belgisi avtotransport vositasini mamlakatimizda muomalaga chiqarishga ruxsat berildi va shu o'rinda mana shu demak kompaniya mas'ullari bir qator majburiyatlarni ham o'z bo'yinlariga oldilar. Majburiyatlar quyidagilardan iborat edi. Birinchisi, Leapmotor tovar belgisi avtotransport vositasining nomuvofiqligi aniqlanganda ularni bartaraf qiluvchi hamda iste'molchiga yetkazilgan zararni qoplovchi ishlab chiqaruvchining rasmiy vakili O'zbekiston Respublikasida rezident hisoblangan yuridik shaxsni belgilash. Ikkinchisi, respublikamizga import qilinayotgan Leapmotor tovar belgisi barcha avtotransport vositalarining turini ma'qullash uchun zarur tegishli hujjatlarni taqdim qilish hamda Leapmotor tovar belgisi avtotransport vositalari ishlab chiqarilayotgan korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlari va shartlarini o'rganish va baholash majburiyatlarini ham o'z zimmalariga oldilar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.